Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Anna Frankning kundaligi. Anna Frank kundaligi jahon adabiyotidagi eng mashhur kundalik asarlardan biri bo'lib, unda yosh yahudiy qiz Annaning Ikkinchi jahon urushi davrida o'tgan 2 yillik yashirinishdagi hayoti tasvirlangan. Anna Frank kundaligi juda ko'plab nashrlar tomonidan 20-asrning eng yaxshi kitoblari o'nligida e'tirof etilgan. Ushbu kundalik asosida bir necha sahna asarlari va filmlar suratga olingan. Anna yashiringan uy esa 1960-yilda uning nomidagi muzeyga aylantirilgan. Kitob maktub holida yozilgan bo'lib, unda o'smir qiz Annaning ichki kechinmalari, dunyoga qanday nazar bilan boqishi aks etadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.